Ibn Mojah mana rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh marhamat qiladilarki, Yawmul jum'ati sayyidul ayyam va a'zamuha indalloh. Juma kuni bu kunlarning sayyidi va Alloh taoloning huzuridagi eng ulug' kunlardan. Va huwa a'zamu indallohi min yawmil fitr va min yawmin nahr. Bu Qurbon hayiti kunidan ham kerak bo'lsa, qadri Allohning huzurida baland bo'lgan kun deyildi. Qaysi bir kishi Alloh subhanahu va taolodan juma kunida duo qilib bir narsani so'rar ekan, modomiki bu harom bo'lmasa, Alloh taolo albatta ijobat qiladi. Mana shunday muborak kunda o'tiribmiz, Alloh taolo duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin va barcha so'rayotgan shar'iy talablarimizni Alloh taolo ado etgan bo'lsin.